Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan barcha nafaqa aksyorlarimizga bevosita taalluqli bo'lgan, ayniqsa 2026 yil 20 may sanasidan boshlab hayotingizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan juda muhim masalani muhokama qilamiz. Bu shunchaki bir sananing o'zgarishi emas, balki nafaqalarni hisoblash va to'lash tizimidagi fundamental o'zgarishlarning boshlanishi bo'lishi mumkin. Agar siz nafaqashor bo'lsangiz yoki oilangizda nafaqa oladigan insonlar bo'lsa, bu videoni oxirigacha diqqat bilan ko'rishingiz shart. Darshukya basaqlanib va saktanammanbanda. Ma har bir so'zimni sinchkovlik bilan tinglang, chunki keyingi daqiqalarda aytadigan ma'lumotlar sizning kelajakdagi moliyaviy barqarorligingizga to'g'ridan to'g'ri bog'liq bo'lishi mumkin. Hozirda kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing, chunki bu ma'lumot juda ko'pchilikka yetib borishi kerak. Asosiy muammo avvallari qanday edi va endi nima o'zgaradi? Avvalgi tizimda nafaqalar, xususan pensiya to'lovlari mamlakatimizdagi o'rtacha ish haqi va inflyatsiya darajasiga bog'liq holda muntazam ravishda indeksatsiya qilinib kelinar edi. Bu degani narx navo oshganda yoki o'rtacha ish haqi ko'tarilganda nafaqalar ham ma'lum bir foizga oshirilar edi. Maqsad nafaqashorlarning xarid qobiliyatini saqlab qolish va ularning hayot sifati pasayishiga yo'l qo'ymaslik edi. Bu jarayon nisbatan tushunarli va bashorat qilinadigan edi. Har yili odatda prezident farmoni yoki hukumat qarorlari bilan pensiya va nafaqalarni oshirish bo'yicha aniq foizlar belgilab berillar. Bu esa nafaqa so'arlarga kelajakdagi daromadlarini rejalashtirish imkonini berardi. Pensiya hisoblashning asosiy mexanizmi fuqaroning ishlagan yillari va shu yillardagi olgan maoshining o'rtacha ko'rsatkichlariga, shuningdek jamlangan ish stajiga asoslanar edi. Har bir fuqaro o'zining mehnat stajiga va soliq to'lash tarixiga ko'ra adolatli pensiya olishiga ishongan edi. Endi esa 2026 yil maydan boshlab vaziyat jiddiy o'zgaradi. Yangi qonun hujjatiga nafaqalarni indeksatsiyalash tartibini optimallashtirish to'g'risidagi qonun loyihasi ko'ra nafaqa to'lovlarini indeksatsiyalash jarayoniga yangi bir omil pensiya barqarorlik koeffitsiyenti joriy etilmoqda. Bu koeffitsiyent nafaqalarni oshirish jarayoniga to'g'ridan to'g'ri ta'sir ko'rsatadi va uning qiymati har yili mamlakat iqtisodiy o'sish sur'atlari, byudjet imkoniyatlari va demografik vaziyatni inobatga olgan holda qayta ko'rib chiqiladi. Avvalgi tizimdan farqli o'laroq endi nafaqa oshishi faqatgina inflyatsiya va o'rtacha ish haqiga emas, balki ushbu koeffitsiyentga ham bog'liq bo'ladi. Bu esa koeffitsiyentning kutilayotgan qiymatlari pastroq bo'lishi sababli nafaqalarning o'sishi sur'atlari sekinlashishi mumkinligini anglatadi. Ya'ni agar avval sizning nafaqangiz inflyatsiya darajasida, masalan, 10% ga oshirilgan bo'lsa, endi bu koeffitsiyent 0.10 yoki 0.x ga teng bo'lsa, oshish zetin yoki x foizdan oshmasligi mumkin, hatto inflyatsiya yuqoriroq bo'lsa ham. Bundan tashqari ba'zi turdagi qo'shimcha nafaqa va kompensatsiya to'lovlarini oladigan nafaqashorlar uchun ham qayta baholash jarayoni joriy etiladi. Misol uchun mehnat faksrisi unvoni uchun to'lanadigan qo'shimcha to'lovlar, uy-joy kommunal xizmatlari uchun kompensatsiyalar va boshqa ijtimoiy yordam turlari endi yangi qat'iyroq mezonlar asosida qayta ko'rib chiqiladi. Bu degani agar siz ilgari ma'lum bir imtiyozni avtomatik tarzda olib kelgan bo'lsangiz, endi bu imtiyozni saqlab qolish uchun qo'shimcha hujjatlar taqdim etishingiz yoki yangi daromad cheklovlariga mos kelishingiz talab etiladi. Bu o'zgarishlarning barchasi sizning nafaqa miqdoringizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Birinchi asosiy qism: nimalarni bilishingiz kerak, kim savotirlanishi kerak va kim savotirlanmasligi kerak. Bu yangi o'zgarishlar haqida har bir nafaqaxo'rning bilishi shart bo'lgan bir necha asosiy jihatlar bor. Birinchidan pensiya barqarorlik koeffitsiyentining joriy etilishi deyarli barcha nafaqaxo'rlar uchun pensiyaning kelajakdagi o'sish sur'atlariga ta'sir qiladi. Agar ilgari pensiya oshishining kafolatli mexanizmi mavjud bo'lgan bo'lsa, endi bu koeffitsiyent iqtisodiy vaziyatga qarab o'zgaruvchan bo'lishi mumkin. Bu ba'zi hollarda pensiyaning inflyatsiya darajasidan pastroq oshishiga olib kelishi mumkin. Ikkinchidan, yuqorida aytib o'tganimdek, qo'shimcha nafaqa va kompensatsiyalarni oluvchilar uchun qayta baholash jarayoni muhim ahamiyat kasb etadi. Bu ayniqsa quyidagi toifadagi nafaqashorlar uchun dolzarbdir. Mehnat faksrilari. Agar siz mehnat faksrisi unvoni uchun qo'shimcha to'lab olsangiz, endi dabararosandedi pontama tendih bu tanjid bu to'lovni saqlab qolish uchun oilaning umumiy daromadi bo'yicha yangi mezonlarga mos kelishingiz talab qilinadi. Misol uchun ilgari sizga ma'lum bir summadagi bonus berilgan bo'lsa, endi pensiya jamoati sitetga
sita sita sedanasni napola zolaringizning umumiy daromadini so'rashi mumkin. Agar bu daromad belgilangan inkam shaqining ma'lum bir qaram miqdoridan, masalan har bir oila a'zosiga to'g'ri keladigan inkam shaqining 80 barobaridan oshib ketsa, bu bonus to'loviy kamaytirilishi yoki butunlay bekor qilinishi mumkin. Tasavvur qiling, 67 yoshli Mirzohid aka 2 million so'm asosiy pensiya va 400 ming so'm mehnat faqs risi bonusini oladi. Uning oilasi 3 kishidan iborat, o'zi, rafiqasi va voyaga yetgan nogiron o'g'li. Hozirgi kunda o'g'li ham minimal nogironlik nafaqasi oladi. Rafiqasi uy bekasi. Mirzohid aka oilasini ta'minlash uchun bazida qo'shimcha ishdan 500 ming so'm daromad olib turadi. Yangi qoidaga ko'ra, agar oilaning har bir a'zosiga to'g'ri keladigan o'rtacha daromad belgilangan minimumdan oshsa, bonus kamayadi. Uning umumiy oila daromadi 2 million pensiya plus 200 ming bonus plus 500 ming qo'shimcha ish plus o'g'lining nafaqasi masalan 700 ming mas 3 million 400 ming so'm. Bu miqdor 3 kishiga bo'linsa, har biriga panta min milli malata en ankilion pasakas pasambang taratan tan tasatastet ming som to'g'ri keladi. Agar yangi mazon bo'yicha har bir oila a'zosiga to'g'ri keladigan kam ish haqqining 1.5 barobari 1 million som bo'lsa, Mirzohid akaning bonusik saf ostida qolishi mumkin. U pensiya jamg'armasiga o'zining barcha daromadlari haqida ma'lumot berishi va bu bonusni olishga haq huquqiy borligini qayta isbotlashi kerak bo'ladi. Itu tam step totamataya penma pak tujebid uy-joy kommunal xizmatlari uchun kompensatsiyalar. Agar siz kommunal xizmatlar uchun kompensatsiya olsangiz, uning davom ettirilishi ham qayta ko'rib chiqiladi. Bunda ham oilaning daromad holati, uy-joy sharoitlari va ehtiyojga qarab baholash o'tkaziladi. Misol uchun 75 yoshli Oysha buvi yolg'iz yashaydi va har oyda 100 ming so'm kommunal xizmatlar uchun kompensatsiya oladi. Uning nafaqasi 1.2 million so'm. Yangi qoida bo'yicha pensiya jamg'armasi uning boshqa daromadlari, masalan, yozda bog'idan sotgan mevalaridan olgan daromadi yoki agar farzandlari yordam berayotgan bo'lsa, bu mablag'larni ham inobatga olishi mumkin. Bu mablag'lar belgilanadigan cheklovdan oshib ketsa, kompensatsiya miqdori kamaytirilishi yoki butunlay bekor qilinishi mumkin. O'sha buvining holatida u pensiya jamg'armasiga o'zining yashash sharoitlari va moliyaviy ahvoli haqida batafsil ma'lumot berishi kerak bo'ladi. 3. ishlaydigan nafaqaxo'rlar, ishlashni davom ettirayotgan nafaqaxo'rlar uchun ham ba'zi o'zgarishlar kutilmoqda. Ularning nafaqa miqdorini hisoblashda, xususan pensiya barqarorlik koeffitsiyenti ularning pensiyasiga qanday ta'sir qilishini va agar ular qo'shimcha imtiyozlarga ega bo'lsa, bu imtiyozlar saqlanib qolishini bilishlari muhim. Ba'zi hollarda ishlaydigan nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha to'lovlarning qisqarishi kuzatilishi mumkin. Kim savotirlanishi kerak? Asosan har bir nafaqaxo'r bu o'zgarishlar haqida xabardor bo'lishi kerak. Ammo ayniqsa yuqorida sanab o'tilgan qo'shimcha imtiyozlarni oladigan va shuningdek pensiyasini inflyatsiya darajasida muntazam oshirishga umid qilganlar jiddiroq savotirlanishlari mumkin. Ularning moliyaviy barqarorligi bevosita ushbu yangi qoidalar ostida bo'ladi. Shu jumladan oila daromadi yuqoriroq bo'lgan, ammo ilgari qo'shimcha imtiyozlarni olgan nafaqaxo'rlar ham savotirlanishlari lozim. Kim savotirlanmasligi kerak? Lanmasligi. Minimal nafaqa oladigan nafaqaxo'rlar uchun vaziyat nisbatan barqaror bo'lishi mumkin. Davlat har doim minimal nafaqa miqdorini ijtimoiy himoya darajasida saqlab qolishga intiladi. Bu toifa uchun pensiya barqarorlik koeffitsiyentining salbiy ta'siri kamroq sezilishi mumkin. Chunki ularning pensiyasi har qanday holatda ham belgilangan minimumdan pastga tushmasligi kafolatlanadi. Shuningdek, maxsus imtiyozli toifadagi, masalan, urush faksrilari, Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etishda qatnashganlar, ba'zi turdagi nogironlar kabi shaxslar uchun ayrim kafolatlar saqlanib qolishi mumkin. Ammo bu ham aniq qonun hujjatlarida belgilangan bo'lishi kerak va shuning uchun ular ham o'z imtiyozlarining saqlanib qolishini tekshirishlari zarur. Ikkinchi asosiy qism qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar har bir yangi qonun hujjatida bo'lgani kabi bu yangi pensiya tizimida ham bir qator istisnolar e'tibor berish lozim bo'lgan tuzoqlar va noaniq nuanslar mavjud. Istisnolar 1.
imtiyozli toifalar. Yuqorida qisman aytib o'tganimizdek, ba'zi imtiyozli toifadagi nafaqaxo'rlar uchun pensiya barqarorlik koeffitsiyenti qo'llanilmasligi yoki ular uchun boshqacha yanada foydaliroq indeksatsiya tartibi joriy etilishi mumkin. Bularga urush faksrilari, yolg'iz onalar, ota onasiz qolgan bolalarning vasiylari yoki to'yintiruvchisini yo'qotgan oila a'zolari kabi shaxslar kirishi mumkin. Ammo bu istisnolarning har biri qonun hujjatida aniq ko'rsatilgan bo'ladi. Shuning uchun agar siz o'zingizni shunday toifaga kiraman deb hisoblasangiz, pensiya jamg'armasiga murojaat qilib aniqlik kiritishingiz shart. 2. Nogironligi bo'lgan shaxslar nogironlik nafaqasini oluvchilar uchun ham maxsus qoidalar amal qilishi mumkin. Ularning nafaqasi asosan tibbiy ko'rsatmalarga va ish qobiliyatining yo'qolish darajasiga bog'liq bo'lganligi sababli ularning indeksatsiyasi boshqacha mexanizmga ega bo'lishi mumkin. Lekin qo'shimcha imtiyozlarni oluvchi nogironligi bo'lgan shaxslar uchun qayta baholash jarayoni qo'llanilishi ehtimoli bor. Tuzoqlar nachayotgan hujjatlarni o'z vaqtida taqdim etmaslik, yangi qoidalar kuchga kirgach, pensiya jamg'armasi qo'shimcha to'lovlar oluvchi nafaqaxo'rlardan hujjatlarni qayta taqdim etishni talab qilishi mumkin. Agar siz belgilangan muddat ichida zarur hujjatlarni taqdim etmasangiz, sizning qo'ash tasisin shejin yemtim chin chizni kapcha tom lolaringiz to'xtatib qo'yilishi yoki bekor qilinishi mumkin. Bu juda muhim nuqta, chunki ko'pchilik keksa yoshdagi fuqarolar hujjatlar bilan ishlashda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Misol uchun, Mirzohid aka bonusini saqlab qolish uchun pensiya jamg'armasiga o'zining va oila a'zolarining daromadlari to'g'risidagi ma'lumotnomalarni, bank hisobvaraqlarining ko'chirmalarini va boshqa zarur hujjatlarni belgilangan muddatda, masalan 2020 yil aprelgacha topshirishi lozim. Agar u bu muddatni o'tkazib yuborsa, bonusdan mahrum bo'lishi mumkin. Noto'g'ri ma'lumot berish, ba'zi nafaqaxo'rlar qo'shimcha imtiyozlarni saqlab qolish maqsadida o'zlarining yoki oilalarining daromadlari haqida noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan ma'lumotlarni taqdim etishi mumkin. Bu esa kelajakda jiddiy huquqiy oqibatlarga, jumladan noto'g'ri olingan mablag'larni qaytarishga va hatto ma'muriy javobgarlikka olib kelishi mumkin. Har doim pensiya jamg'armasiga faqatgina haqqoniy va tasdiqlangan ma'lumotlarni taqdim etishga harakat qiling. Tik byurokratik kechikishlar, pensiya jamg'armasi bo'limlarida hujjatlarni qayta ko'rib chiqish va baholash jarayoni uzoq vaqt talab qilishi mumkin. Bu kechikishlar nafaqaxo'rlarga noqulayliklar tug'dirishi mumkin, ayniqsa ularning qo'shimcha to'lovlari vaqtinchalik to'xtatilgan bo'lsa. Bunday vaziyatlarga tayyor turish va barcha aloqa hujjatlarini saqlab qo'yish muhimdir. Noaniq nuanslar oila daromadi ta'rifi, yangi qonunda oila daromadi tushunchasining aniq ta'rifi juda muhim. Kimlar oila a'zolari hisoblanadi? Faqat ro'yxatdan o'tganlarmi yoki birga yashovchi qarindoshlar hammi? Legatenderechen qanday turdagi daromadlar inobatga olinadi? Ish haqi, nafaqa, biznesdan daromad, ijara to'lovlari, hatto boshqa qarindoshlarning moddiy yordami. Bu tafsilotlar har bir individual holatda qo'shimcha to'lovlarni olish imkoniyatiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Bu ta'riflarni aniqlashtirish uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qilish zarur. Pensiya barqarorlik koeffitsiyentining hisoblash mexanizmi. Ushbu koeffitsiyentning aniq hisoblash formulasi va uning qiymati har yili qanday omillarga asoslanib belgilanadi. Bu koeffitsiyentning har yili o'zgarishi nafaqaxo'rlarga kelajakdagi pensiya o'sishini bashorat qilishda qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Shuning uchun pensiya jamg'armasining rasmiy saytlarida bu ma'lumotlarni muntazam kuzatib borish muhim. Apellyatsiya va shikoyat qilish tartibi. Agar sizning nafaqangiz noto'g'ri hisoblangan deb hisoblasangiz yoki qo'shimcha to'lovlaringiz asossiz bekor qilingan deb o'ylasangiz, qanday tartibda shikoyat qilish mumkin? Shikoyatlarni qabul qilish muddatlari, ko'rib chiqish jarayonlari va yuqori turuvchi organlarga murojaat qilish imkoniyatlari haqida aniq ma'lumotga ega bo'lishingiz kerak. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilishi kerak? Savotirga tushishdan ko'ra harakat qilish va vaziyatni nazoratga olish muhimdir. Mana siz qilishingiz kerak bo'lgan aniq qadamlar. Rasmiy ma'lumotlarni izlang va o'rganing. Birinchi navbatda O'zbekiston Respublikasi pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytiga
Paysapen man pensiya tajatana. Shune ingdalat da kiri hukumat portaliga MyGov.uz tashrif buyuring. Yangi qonun hujjatining to'liq matnini, qarorlarini va ularga qilingan izohlarni toping. Bu ma'lumotlar odatda davlat hokimiyati organlarining rasmiy veb-saytlarida, masalan, lex.uz portalida e'lon qilinadi. Qamoqchada tarat ani yadib tadalita. Qonun matnini diqqat bilan o'qing. Agar o'zingizga tushunarsiz joylari bo'lsa, yoshroq oila a'zolaringizdan yordam so'rang yoki tushuntirish berishini iltimos qiling. Endi hujjatlaringizni to'plang va tartibga soling. Agar siz qo'shimcha nafaqa yoki kompensatsiya to'lovlarini olsangiz, ularni olish ishga uliga asos bo'lgan barcha hujjatlarni, masalan, mehnat faksrisi, guvohnomasi, tibbiy ma'lumotnomalar, uy-joy egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlar hozirdayoq to'plab oling. Pensiya jamg'armasi tomonidan talab qilinishi mumkin bo'lgan yangi hujjatlar ro'yxatini aniqlang. Bu daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnomalar, ish joyidan bank hisob varaqlaridan ko'chirmalar, oiladan panbasandanda oila a'zolari to'g'risidagi ma'lumotlar, propiska joyi haqidagi ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Sizdan qaysi hujjatlar talab qilinishini pensiya jamg'armasi tuman shahar bo'limiga murojaat qilish orqali aniqlashtirishingiz mumkin. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Ziyatame 2020 yil sanasi yaqinlashgani sari tuman shahar pensiya jamg'armasining bo'limlarida navbatlar ko'payishi mumkin. Shuning uchun imkon boricha oldindan, ya'ni mart yoki aprel oylarida pensiya jamg'armasining mahalliy bo'limiga shaxsan murojaat qilib maslahat olish uchun uchrashuvga yoziling. Murojaatingizda yangi qoidalar sizning shaxsiy holatingizga qanday ta'sir qilishini aniqlashtirishni so'rang. Xususan, pensiyangizning qanday hisoblanishi, pensiya barqarorlik koeffitsiyenti sizga qanday ta'sir qilishi va agar siz qo'shimcha imtiyozlarni olsangiz, ularni saqlab qolish uchun qanday hujjatlar taqdim etishingiz kerakligini so'rang. Bat yozma so'rov yoki ariza tayyorlang. Agar sizda noaniqliklar bo'lsa yoki pensiya jamg'armasidan aniq tushuntirishlar olishni istasangiz, yozma ariza yoki so'rov bilan murojaat qiling. Bu sizning murojaatingiz rasmiy qayd etilishini ta'minlaydi va kelajakda ehtimoliy nizolar yuzaga kelganida sizda dalil bo'ladi. Yozma arizaga misol O'zbekiston Respublikasi Pensiya jamg'armasining tuman shahar nomi bo'limi boshligiga ismingiz, familiyangiz, sharifingizdan, tug'ilgan sanangiz, pasport seriyasi va raqami, yashash manzilingiz, kanalaki telefon raqamingiz ariza. Men ismingiz, familiyangiz, sharifingiz, nafaqa guvohnomasi raqami egasi sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5-maydagi qonun farmon nomiga yoki shu mazmundagi biror nomga asosan nafaqalarni hisoblash va to'lash tartibiga kiritilayotgan o'zgartirish talana azla art yuzza azza elasi idendayidan murojaat qilmoqdaman. Ushbu yangi qoidalar xususan pensiya barqarorlik koeffitsiyentining joriy etilishi va qo'shimcha nafaqa to'lovlarini qayta baholash jarayoni mening pensiyamga va men olayotgan, masalan, mehnat faksriyasi, bonusi, kommunal to'lovlar uchun kompensatsiyaga qanday ta'sir qilishini batafsil tushuntirib berishingizni so'rayman. Agar mening pensiyam va qo'shimcha to'lovlarimni saqlab qolish yoki qayta hisoblash uchun qo'shimcha hujjatlar taqdim etish talab qilinsa, bunday hujjatlarning to'liq ro'yxatini va ularni qaysi muddatda taqdim etishim kerakligini ko'rsatishingizni iltimos qilaman. Javobingizni yozma ravishda belgilangan muddatlarda taqdim etishingizni kutaman. Hurmat bilan imzo Sana. Arizangizning 2 nussasini tayyorlang. Birini pensiya jamg'armasi ksodimiga topshiring va ikkinchi nussasiga qabul qiluvchining imzosi, sanasi va kirish raqami qo'yilganligiga ishonch hosil qiling. Bu sizning murojaatingizning rasmiy dalili bo'ladi. Bu 5 barcha hujjatlar nussasini saqlang. Prospektda pensiya jamg'armasiga taqdim etgan har bir hujjatning nussasini o'zingizda saqlab qo'ying. Har qanday yozishmalar, ma'lumotnomalar, arizalarning nussalari kelajakda ehtimoliy tushunmovchiliklarni hal
qilishda sizga yordam beradi. Sulosa va yakuni chaqirov. Aziz nafaqaxo'rlar, esingizda bo'lsin, bu o'zgarishlar sizning moliyaviy kelajagingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun befarq bo'lmang, yuqorida aytilgan maslahatlarga amal qiling va o'z haqqingizni bilishga intiling. Ma'lumotli bo'lish va o'z vaqtida harakat qilish har qanday noqsush vaziyatlarning oldini olishga yordam beradi. 2016 faqat bir sana emas, balki sizning faol ishtirokingizni talab qiladigan o'zgarishlar boshlanadigan kun bo'lishi mumkin. Ushbu video siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. O'z fikrlaringizni, savollaringizni va shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlarimiz uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz siz uchun doimo eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. O'zingizni ehtiyot qiling.